بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Ey Peygamber, biz sizge dünyada hem ahirette hem mo'l-ko'l yaxshiliklar ato etdik. Ulardan biri jannatdagi Kavsar daryosi bo'lib, uning ikki qirg'og'ida ichi g'avak marvarid chodirlar bor. Loyi esa mushkdir. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Shunday ekan, namozlaringizni Rabbingizga ixlos bilan ado eting. So'yadigan jonlig'ingizni faqat Alloh uchun va Allohning nomi bilan bo'g'izlang. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Aslida sizni va siz keltirgan hidoyat va nurni yomon ko'ruvchi kimsaning o'zi ortidan nom nishon qolmaydigan va barcha yaxshiliklardan uzilgan kimsadir.